Dunyoviy narsalarga juda mukkamizdan ketib qolamiz. Misol, fanatizm kasalligi bor. Deylik, kimnidir juda ham yaxshi ko'rib ketish, nimanidir juda ham yaxshi ko'rib ketish, nimagadir juda ham mukkamizdan ketish, nimadir yo'qotib qo'yishdan qo'rqish. Mana shu ulug'lab tashlash hissiyoti bor. Mana shu 3 ta hissiyot asosiy insonni muammolarni keltirib chiqaruvchi hissiyotlar hisoblanar ekan. Ya'ni muammolarning onasi hisoblanadi. Endi qarang. Siz hozir qarzdor bo'lsangiz, demak siz hozir pulni ulug'layapsiz. Qarzdorlik holatidan chiqib ketishni xohlayapsiz, to'g'rimi? Siz pulni ulug'lab turgan bo'lasiz. Yoki siz turmushga chiqishni xohlayapsiz, siz hozir Alloh siz uchun demak shu turmushga chiqishingizni xayrli qilmayapti va sizga aytayapti, "Mani tanigin, turmushgacha bo'ladigan vaqtda o'zingni rivojlantirgin, turmushdan keyingi para bo'lib yashashga o'zingni tayyorlagin", deyapti. Lekin siz yo'q deb isyon qilyapsiz. Yo'q deb isyon qilayotgan paytingiz siz erni ulug'layotgan bo'lasiz. Ya'ni erkak kishini ulug'lab turgan bo'lasiz. Bir xil ayollar bor. Misol uchun erkagiga juda ham mukkasidan ketgan bo'ladi. Demak, ulug'lovchi hissiyotlar bo'lar ekan. Mana shu 3 ta hissiyot sizning muammolaringizni keltirib chiqaruvchi hissiyotlar hisoblanar ekan. Demak, siz muammolarning onasi qayerda deganingizda, mana shu 3 ta hissiyotlaringizdan hissiyotlaringizni analiz qilish davomida topa olasiz. Men 3 yillik tajribaga ega oliy ma'lumotli psixolog Iman Ahmedovna 71 mingdan ortiq ayol qizlarni oiladagi munosabatlarning tiklanishi, qarzlardan xalos bo'lishiga sababchi bo'lganman. Pulga bo'lgan qo'rquv hamda kambag'allikdan qanday chiqishni 20, 21, 22 noyabr kunlari bo'lib o'tadigan bepul darsimda o'rgataman. Bepul darsda qatnashish uchun profil biosidagi silka orqali ro'yxatdan o'ting.